Rus tilini bilaman. Yevropaning qaysidir davlatida ishlay olamanmi? Ushbu savol hozir juda ko'pchilikdan tushyapti. Ya'ni rus tilini bilaman, Yevropaning qaysidir davlatida ishlay olamanmi deb. Albatta do'stlar, rus tilini bilish orqali ham Yevropaning bir nechta davlatlarida ishlash mumkin. Hozir bulardan bittasini ko'rib chiqamiz, ya'ni Latviya davlatini. Latviya davlatidan hech kimning yordamisiz mustaqil ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir buni tushuntirib o'taman. Bundan oldin esa o'tgan videoyimizda rezyume qilishni juda ko'pchilik tushunmabdi, qanday qilib PDF varianti qilishni. Bundan oldin birinchi rezyume qilishni ko'rib chiqamiz, undan keyin esa Latviya davlatidan ish beruvchi topishni ko'rib chiqamiz. Play Market yoki App Store ga kirib, Google Docs deb qidiramiz va ushbu ilova kelib chiqadi. Buni bir necha xil variantlari bor, xohlagan variantdan foydalanishingiz mumkin. Menda ilova tayyor o'rnatilgan, siz esa o'rnatishingiz kerak bo'ladi va ilovaga kirib olamiz. Va yangi hujjatlar bo'limini bosamiz. Faylni nomlaymiz. Men esa o'zimning familiyam bilan nomlab qo'ydim. Bizda shunaqa oyna ochiladi. Men hozir video uchun shunchaki ma'lumotlar kirityapman. Siz qanday ma'lumot kiritishingiz kerakligi haqida namuna ko'rsatib o'taman. Ma'lumotlaringizni shoshmasdan to'liq va to'g'ri kiritishga harakat qiling. Mana men shunchaki yozdim va buni endi PDF qilamiz. Bizda PDF tayyor. Endi buni faylga yuklaymiz. 3 ta nuqtani bosib, ekranda ko'rsatilganday amallarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bizda rezyume tayyor, fayllarga yuklandi. Endi bu ishlash uchun bizga tayyor bo'ldi. Mana rezyume tayyorlashni ko'rsatib o'tdim. Bu Latviya davlati uchun tayyorlangan rezyume. Agar siz boshqa davlatga topshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha davlatga moslab rezyume tuzasiz. Ya'ni davlatlarga qarab murakkabroq yoki oddiyroq bo'lishi mumkin. Endi esa Latviya davlatidan ish beruvchi topishni o'rganamiz. Google ga kiramiz va qidiruvga ushbu sayt nomini yozamiz. Bizda oyna ochildi. Birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish juda oddiy. Shunchaki Gmail bilan ro'yxatdan o'tiladi. Keyin tepadagi 3 ta nuqtani bosib, o'zingizga ma'qul bo'lgan til tanlanadi. Menga ma'qul bo'lgan til rus tili. Agar xohlasangiz ingliz yoki Latviya tilida ham davom etishingiz mumkin. Bu yerda bir nechta kompaniyalarni e'lon bergan ish vakansiyalari bor. O'zingizga ma'qul bo'lgan vakansiyalarni tanlashingiz mumkin. Agar pastdagi tugma orqali esa barcha ish vakansiyalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Biz esa hozir bir ish vakansiyasini tanlaymiz va ariza yuboramiz. Men Lidl tarmog'ini tanladim, barchaga mashhur bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, Latviyaning Riga shahrida soatiga 6,75 yevrodan to'laydigan ish ekan va 2 kun oldin yangilangan vakansiya. Keyingi oynaga o'tamiz va yashil tugmani bosish orqali ariza berish oynasi bizda ochiladi. Ko'rishingiz mumkin, yangi oyna ochildi. Birinchi qatorga biz jinsni kirgizamiz, keyin ism, keyin familiya, keyin Gmail kiritiladi bu yerga. Avval videoni yaxshilab ko'rib, tushunib, keyin adashmasdan, shoshmasdan ariza topshiring. Keyin esa telefon raqam. Undan keyin yashaydigan ko'changizning nomi. Keyingi qatorga uy raqami. Bu yerga esa yashash hududingizni pochta indeksi kiritiladi. Undan keyingi qatorga esa yashash shahringiz va oxirida O'zbekistonni belgilaymiz. Ma'lumotlarni to'ldirayotganda shoshmaslikni maslahat beraman, chunki iloji boricha to'g'ri ma'lumot to'ldirish kerak.
Anketani qolgan qismini videoda ko'rganingizda davom eting yoki o'zingizga moslab davom etishingiz kerak bo'ladi. Boya tayyorlagan rezyumemizni shu yerga yuklashimiz kerak bo'ladi. Plusni bosamiz va boya qilgan faylimizni bu yerga yuklaymiz. Ko'rishingiz mumkin, rezyume bizda yuklandi. Keyingi qism 18 yoshdan oshgansizmi degan savolga ha deb javob berishimiz kerak. Bizda отказ berdi, sababi tepada qaysidir savol belgilanmay qolib ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni belgilaymiz va davom etishni bosamiz. Lidl tarmog'i uchun bergan arizamiz qabul qilindi. Siz esa boshqa tarmoqlar yoki boshqa yo'nalishlar uchun ariza berishingiz mumkin. Buning uchun yana ushbu saytga kirib boshqa vakansiyalarga ham ariza topshirishimiz mumkin bo'ladi. O'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha ariza topshiring. Mana yangi vakansiya 6,9 yevrodan boshlanadi. Vakansiyaning ichida qancha soat ishlashingiz, necha pulgacha topishingiz haqida barcha ma'lumotlar keltiriladi. Iloji boricha to'liqroq ma'lumot kiriting. Latviya davlatidan ish beruvchi topish mumkin bo'lgan yana bir nechta saytlar bor. Ularning nomini kommentariyada yozib ketaman. Bemalol ushbu saytlardan foydalanishingiz mumkin. Faqat videoni yaxshilab ko'ring, tushunib oling, chunki barcha saytlarga ariza yuborish deyarli bir xil. Avval videoni tushunib, keyin o'zingizni kasbingiz bo'yicha ish qidiring. Barchaga omad. Keyingi video nima haqida bo'lsin, kommentariyada yozib keting.